Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'pchilik manzilimiz so'rayapti. Bu Andijon viloyatida Qorasuv shahrida fabrikaning ro'parasida Al-Hadiya kitoblar do'koni. Shu yerga kela olasizlar. Nima kerak bo'lsa. Mana shu biz aytgan tuyani yog'i, tuyani o'rkachini yog'i, mana xurmo gulini changi farzand ko'ra olmayotgan ayollar uchun inshaalloh sababiyati qilinadi. Inshaalloh farzand bo'ladi. Avvalo Alloh taolodan kitob do'konlarimiz, umraga ketuvchilar uchun hamma narsalarimiz bor. Ehrom, kiyim kechigi, mana narsalar bor. Jaynamozlar, tasbihlar, do'ppilar, balzamlar, kitoblar, mana Tarixi Muhammadiy, Shayx Allohon To'rasovining Tarixi Muhammadiy kitobi, ko'plab kitoblar.